haqiqatan ro'y beruvchidir. O'sha haqiqatan ro'y beruvchi nimadir? Ey Muhammad, haqiqatan ro'y beruvchining nima ekanini qayerdan ham bilar edingiz? U qiyomatdir. Samud va Od qabilalari qattiq zarba beruvchini qiyomat kunini inkor etdilar. Bas Samud Solih payg'ambar qavmi haddan tashqari narsa, qichqiriq yoki zilzila bilan halok qilindilar. Od Hud payg'ambar qavmi esa dahshatli quturgan bo'ron bilan halok qilindilar. U bo'ronni Alloh ularning ustiga paydarpay 7 kecha va 8 kunduz hukmron qilib qo'ydiki, endi u joydagi qavmni chirib, ichi bo'shab qolgan xurmo daraxtining tanasidek qulab, halok bo'lib yotganini ko'rasiz. Bas ulardan biror asoratni ko'rayapsizmi? Aslo. Ularning barchalari halok bo'lib bitdilar. Fir'avn ham, undan avvalgi o'tgan dinsizlar ham, ostin ustun bo'lgan qishloqlar, Lut qavmining qishloqlari aholisi ham xato ish qildilar. Bas ular Parvardigorlarining payg'ambariga itoatsizlik qildilar. Bas u zot ularni o'ta qattiq ushlash bilan ushladi, qattiq azobladi. Darvoqe, biz suv tug'yonga ketgan vaqtida sizlarni Nuh payg'ambar yasagan kemada ko'tardik. Biz buni sizlarga eslatma qilish uchun va anglovchi quloqlar anglab olishlari uchun